Ana bolalar, ovqatdan olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ahamiyat bermalaring. Asarning mazasi zo'rga o'xshaydi. Ollaring, ol. Ola qollaring. Aka, sizlar bezovta bo'lmanglar. Bemalol ovqatinglarni yeyaveringlar. Men o'zim yig'ishtirib olaman. Rahmat. Singan idish pulni shotga qo'shib so'lab olsangiz, to'lab ketamiz. Lekin maqtagan asarning mazasiga gapi yo'q, zo'ragan. Gapirma, terlatib o'ryapti-yu. Hojim, bu quvvatdan keyin faqat o'g'il bo'lsa kerak. Bolla, maza qildi va o'rtoq, senga ham rahmat. Nima qildi? Turamizmi? Rahmat deysan, og'ayni. Oxir kunlarda internetda hamma gruppalarda aylanib, trendga chiqqan uchun mashoqat. Og'izlaring tezini olib keldim. Maza qilgan bo'lsalaring bo'ldi. Ukajonim, shotni olib kel ber. Aka, mana shu o'tinglar. Yaxshi o'tirdinglarmi? Kamchiliklar bo'lmadimi? Rahmat ukam. Hammasi zo'r. Bolalar, bo'lmasa sizlar chiqib boshdan qizlar turinglar. Shotni to'lab hozir ketinglardan chiqaman. Odam maza qildi bolalar. Ertaga endi qayoqqa boramiz ovqatlangani? Og'ayni, bitta o'kani yo'lida 5 barmog'ini nomeradini ochilibdi. Ertaga shu yoqqa boramiz. Voy, Abdurahim. Hojim, hozir moshkichiri temada-yu. Ertaga moshkichiri yegani bor edi. Voy, sen menga qaragan, nuqul shunaqa narsalarni topib yurasan. Jigar, qo'ysang-chi. Men takoy kapsulani bilaman. Bardak choy, steyklarni yorib yoradi. Ertaga shu yoqqa o'tamiz. Buni qo'ylaring. Soat ham kech bo'lib qoldi. Vohliroq uyga kira qollaring. Ertaga har doimgidek pichakda ko'rishamiz. Bo'pti, yaxshi aytiblaring. Assalomu alaykum adajon. Tinchlikmi? Kech bo'lganda uxlamay o'tiribsiz. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi keldingmi? Bolam. Ozgina qornim ochuvdi. Xaladinlikda kechagi kundan qolgan makaron sho'rva bor edi. Shu makaron sho'rvani isitib ichmoqchi bo'lib turdim. Yaxshi ham o'zing kelib qolding. O'shani isitib olib kelib ber o'g'lim. Xo'p, adajon. Hozir. Assalomu alaykum aka. Ikkita jaz, ikkita qiyma qo'yib bering. Jigar aka, shu tishkami olib ketishganmi? Yo'q aka, olib ketishga. Ikkita dona orasiga chiroyli qilib bering. Xo'p bo'ladi, Jigar aka. Shogird, ikkita qiyma, ikkita jaz uzatib yubor. Xo'p bo'ladi. Otam uyda makaron sho'rva ichsa-yu, men ko'chada oshna oilarim bilan ko'ksimni ichirib, asar teyib yursam. O'g'lim, sho'rvani isitib kelaman deb qolib ketdi-ya. Jigar aka, mana zakazingiz. Rahmat aka. Osh bo'lsin, kelib turing. Adajon, qolib ketdimi? Kutib qolmadingizmi? Ha, bolam, qayerda qolib ketding? Ko'chani boshiga chiqib, issiqqina shashlik olib keldim. Adajon. Oling. Bismillahirrohmanirrohim. Oling, adajon, yeb oling. Issiqqina oling. Va piyozlardan qo'shiling. Oling adajon, oling. O'g'lim, baraka top. Shashlikning mazasi zo'r ekan. Maza qilib yeb oldim. Adajon. Ana kechiring. Bolam, tinchlikmi? Nimaga unaqa deyapsan? Ko'pda bo'lib qoldi. Dasturxonimiz to'la nozu ne'matga
oling deymiz do'stu ulfatga, oqibatli g'amxo'rmiz do'stlariga. Qancha pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deymiz. Bir kun shashlik, bir kun osh yeymiz. Bir joyda bor zo'r beshbarmoq desa, yarinmasdan o'sha joyga borib yeymiz. Bag'onaga didor bor, oqibat bor deymiz. Tanhomiz yagona, osmondan tushgandek, xuddi o'zimizdan o'zimiz katta bo'lgandek. Nafsimiz uchun tanlab yaxshisini yeymiz. Bir qaraganda inson ko'rinishidagi xudbinmiz. O'zi yemay yedirgan, tishimiz yo'g'ida chaynab bergan, ey o'zimmas olam yesin degan, katta bo'lib unutib qo'ygan ahmoq farzandmiz. Aslida otamiz edi-ku bizga borini bergan, onamiz emasmi mehriga qo'shib yo'limizga ko'z tikkan. Bolam katta bo'lsa bizani boqadi degan orzu umidini farzand bo'lib unutdikmi? Ne'matlarimiz kunini qoldirib makaron sho'rvaga Tomog'imizdan yog'liq oshlar o'tyapti. Otajon, meni kechiring.